keldik. Bir umr senlarni deb yashab keldik. Yig'lama ya. Kinoga nimasiga yig'laysan? Men ketdim, mollarga qarab kelay. Bechora Amitabh Bachchan. Bolalarini rohatini ko'raman. Qanday bo'lyapti? Yig'ladingizmi? Yo'q, ko'zimga bujuk kirdi. Yo'q, qayoqqa? Ichkiga o'tib kelin. Chiya bo'lmi o'zimi? Bilmadim. Mujik salaman, mujik. Yig'ladingmi erkak? Ha yo'q, bitta kinoga yig'lamayman-ku dada. Voh voh voh. Ha. Ichim og'rib chiqib kelay. O'zbek qilasanmi ish qilib? Voh voh voh. Shunaqayam yig'latayotgan kino bo'ladimi, onasini imsin. Bechora Ahmad Bachchani xotiniga rahmi kelib ketdi. Yig'lasak hammamiz yig'laylik, baribir yig'layamiz ko'chaga chiqib. Amitabh. Ya bo'ldi ya sharmandalar. Ya 3 soatdan beri mayda qiynalib yotibman, kino ko'rib yig'laysan. Sumak botib ketdi. Sumak qulaydi bolam. Nimasi qulay? Sumagam, tuvagam to'lib ketdi. Undan ko'ra mana Lalakuni yangi qadoqdagisini taqinglar. Buni sifati zo'r qilib ishlab chiqarilgan. Xomashyosi chet eldan olib kelinadi. Namlikni o'zida zo'r saqlaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Shundan taqinglar, Davud turib beraman. Turib bermagan mushuk emas. Ye, o'lgirdim. Shu Amitabh Bachchan 2 burda mana yoqqa non qo'ydimi yig'laysizlar? Onasini shu kinoga yig'laydi bular, bular. Lekin Rani Mukerji zo'r narsa ekan.